Assalomu alaykum qadrli teletomoshabin do'stlar. El ardog'idagi insonlarga bag'ishlangan ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Qadrli teletomoshabin do'stlar, bugungi mehmonimiz Bag'at tumani Nuroniylar jamg'armasi raisi Xudoyor aka Amonov bo'ladilar. Xudoyor Boltayevich, avvalambor assalomu alaykum. Qimmatli vaqtingizda ayamasdan biz bilan suhbatda bo'layotganingiz uchun sizga katta rahmatlar aytamiz. Ko'rsatuvimizda an'ana bor, bulan bo'lsa o'z hayot faoliyatingiz, bolalik chog'laringiz to'g'risida gapirib bersangiz, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Istiqbol televideniyasining muxlislari. Men 1957-yilda Bag'at tumanida Xitoy qishlog'i deb aytiladi, shu qishloqda tug'ilganman. Hozir ham Xitoy qishlog'imi? Hozir endi o'zgarib hozir 4 ga bo'linib ketdi o qishloq. Endi hozir o qishloq asli Ortiqadajonovning qishlog'i desam ham to'g'ri keladi. Yaxshi. Endi 73-yil o'rta maktabni bitkazdik. Undan keyin Toshkentdagi oliygohlardan biriga topshirdim, o'qishga kirishim borib, lekin o'qishdan oxirgi zamindan o'tolmadim. Keyin qishloqqa qaytib kelgandan keyin Dursuda qurilishda robotchi bo'ldik. Undan keyin 1-3 oydan keyin boshqa dara o'tib, Dursu Demizinde yo'l avtomobil yo'llari ekspluatatsiya idorasi shu yerda robotchi bo'lib, shu yerga ishga o'tib ketib, shu yerda ishlab, keyinchalik shu yerda shofirchilik, o'qishda shu yerda shofirlik qildim. 2 yildan keyin akam shu institut bitirib keldidan men armiya safiga chaqirdilardan biz ikkimizni, keyin menga 2 yil astroshga berib, yana 2 yil qolib ketdim. Do'stlarimizdan, o'rtoqlarimizdan iziga surildi armiya safiga ketish. 2 yildan keyin chaqiruvga yana boshqalardan chaqirdilar. Hech yerda 2 yildan kechqurun aytdilar-da, ertasi armiyaga olib ketdilar. Endi shu vaqtlari bir qiziq armiyaga kuzatish bir qiziq bo'lar edi. Shunda 1-2-3 kunlar beri kelib yotib, bolalarni uzatib, bir qiyinchilik bo'lib, bir o'z tashvishlar, o'zini tashvishlar bo'lgan. Armiyaga uzatishning o'zi bir muammoda, ana to'g'ri aytdingiz. Armiyaga ketganimizdan keyin armiyada borgan vaqtida Saratov shahrida borib qoldik. Saratov, Gorch Saratov, endi bu Saratda asosan zaklученныйлар ko'p bo'ladigan yer, ham strategik nelar saqlanadi, bu yerda ko'p saqlanadi. Men shu Внутренний войска degan chaska borib 74-60 chasimiz bor edi. Shundan shu yerda xizmat qilishni boshladik. Biz soldat bo'lib armiyada bularni saqladik. 3 soatda almashadi. Bu saqlash dim bir o'zine yarasha mashaqqat bo'lganda. To'g'ri. Buni saqlash qiyin, bu zaklученныйлар bilan ishlash. Keyin qarasam içinde soldatlar ham yuribdi-da, buni endi bir kontrolör bo'ladi ekan, o'ylandim, to'xta, shura o'tib bo'lmasmi ekan deb, endi xizmatni yoshqildan 7 oydan keyin shu yoqqa o'tdik. Daha şu türmenin içinde türmedeki zaklученныйлар bilan ish boshladik-da. Qarasam, bularning derdini eshitseniz, türmedeki hayat umuman qaraganda boshqacha, bu yerda to'g'ri so'z, bu yerda birov aldab bo'lmaydi. Shulardan ozgina o'rgangandan keyin shu yerda o'tib qarasam, o'zbeklar ham yo'liq qoldi. O'zbeklarning shu yerda qamalib ketganlari bir 10 tiyin ustida bir ozgina pul mablag'i ustida spekulatsiya degan statya qo'yib, shuni qamalgan odamlarni ko'rdim. Endi Xudoyor Boltayevich, biz yashagan davrimizda spekulatsiya, savdogarlik deb aytiladi. Savdogarlikni 2 tiyin uchun ham qamaradi, to'g'rimi? To'g'ri, 2 tomon uchun ham. Jinoyat ishi qo'zg'ab turib qamaradi. Hozir bo'lsa o'sha savdogarlar tadbirkor deb aytiladi. Hozir bu hurmatdagi inson bo'lar. Tadbirkor deb aytiladi. Shu spekulatsiya bo'yicha men o'zim akam ham Voronezga yuzim olib ketganda bu yerdan shu ham 4 yil o'tib keldi. Fakat qilgan ishi yo'q bilan, fakat spekulatsiya bir yüzümde 5 so'mni olgan bo'lsa, o'rab 8 dan 10 dan sotgani uchun 4 yil qamadilar. Bu og'ir narsa-da bu. Endi bugun aytganingizni, bugun bu tadbirkor bo'lsa, oho, ne ish qilaman desa, bugun hamma narsa muhayya. Kredit desa kredit, ne ish qilaman desa, hamma narsa bor. Faqat kallani ishlatish kerak. Kallani ishlasa, non topib yesa bo'ladigan zamonda yashab turibmiz. To'g'ri. Endi shuni ichida aytishim kerak, qaytib Saratga bordim. Qarasam, Volganing bo'yida joylashgan o'z Soyuzbaqning eng nüfuzli instituti ekan bu. Borib turdim, o'yladim, men aytdim, shuncha uzoqdan qaytdim. Endi men qachon boraman? O'ylandimdan, suvlar ko'p, sovuq yurtda, 16 sentyabrda qor yog'gan vaqtlarni ko'rganmiz, ne vaqtimizda, soldat vaqtimizda. Keyin qaytdim da o'ylandim, men menga to'g'ri kelmaydi ekan bu dedim da, to'g'ri shu yoqdan
qishloq nega Toshkentga keldimda, qishloq xo'jalik institutidan dokument topshirdim deb podgotovitelniy deyiladi bu yoqdan. Bu yoqni podgotovitelniy deyiladi, o'xsha kirdigan gap bu yoqda. Evet. Keyin qarasam 10-chislagacha qabul qiladi ekan, o'ndan keyin noyabrda 10dan keyin qabul qilmasa ekan, asosan ekzamen bo'ladi, podgotov tayyorgarlik. Keyin qaytdimda bu yoqqa kelib, dokument oldim. Shu yoqda dokument oladigan bo'lsa, shu yoqda kolxozdan dokument olish qiyin bo'lib qoldi. Bermedilar to'g'risidan, dokument bermedilar. Endi qishloq xo'jaligini ishlagan bo'lsa, ishlagan kerak. Keyin oldingi ya ishlagan Dirusu degan idorani rahbariga o'tdim, rahbar aytdi, "Olib o'zim beraman" dedim. Bir kun qolganda dokument topshirmay bordim, dokument ason. Shunday dekan tushib keldi. Dekanning orqasidan keldim, dekanning izidan ergashimdan men o'tib ketdim. Postag'lar meni dekanning tanish o'xshaydi, meni o'tkazib berdilar. Şunu adamı deb o'yladim. Shuni odamı deb asan bordim, damlamay ket. Endi men dekan aytdi, bu tanish o'xshaydi dedidan, ko'rdidan dokumentni qabul qilma dedi. Ya qabul qildim. Meni u tomonga o'tmadi hech kim. Shu bo'yicha Kabul kıldı. qabul qilindi. Podkustavotdan keyin shu 80-yilda endi 4-5 yil orqada keyin o'qishga kirdik. Shu studentlik davrimiz bir qiziq zamonga to'g'ri kelib qoldi. Endi shu vaqtlari endi sal yoshimiz kattalik berdimi? Shundan keyin shu o'qib birgan vaqtimizda birovning dokumentni noto'g'ri ochishni dedi. Yana men xudo deb birdim, qanim man dedim. Men ham ketarman bir kun. Bu dokument ko'rsa ketarman. Yo'q. 22-dekabr kuni mening nesi kelib qoldi. Dekanning sekretari sizni dekan chaqiribdi dedi. Keyin dekanning yoniga kirsam, siz Ozarbayjon komendant bor edi, o'tirgan ekan. Shuning ovozi qattiq eshitiladi. Men pastda o'tirsam ham shuni ovozi kelib turadi. Shuni menga sud sovet qilib bering deganda dekan men asosan shunday dedi. Damilla yaxshi ishonch bersangiz bir harakat qilamiz dedim da shu institut bitirguncha, podgotovitelniy bitirguncha sud sovet degan azna praktikada o'tdik biz. Ishetish kerak sud sovet. Menga degan hamma ishlarni topshirib qo'ydi. Hattoki mana birga mashina Teşekkür eden maşına nikellengen 20 tünden berip koy şuna mayda verdim sizin rahimda. Keyin institutga qabul qilinganimizdan keyin endi agronomiya fakultetine institutga qabul qilindik 80-yilda. Şu zamanda bu vaqtimizda birinchi, ikkinchi kurslarda qarasam, o'qishlarda bütün majara, inostrallar bilan kelishmovchilik, inostrallarning o'zlari bilan o'zaro majaralashib yurdi. Shunda ikkinchi kursni, uchinchi kursga o'tgandan keyin agrofakultet dekani aytdi, sen oldin ham bir ozna praktika bor ekan, sen shuni bir bana yardım ver dedi da. Bola dedikten keyin men dedim, siz inostrallar bilan ishlash og'ir, men inostrallarni yig'nasangiz, shu chaqirsangiz, shu studentlar sovetning reisi desangiz, men dedim, ishlashim mumkin. Bular bilan hozir go kitto takoy deb men bilan bular sporlashib qoladi dedim da. Chaqirdilar, yig'ilish qildi, aytdi. Keyin işte boshladik. Birinchi navbatda shu 51 davlat adamlari. 51 devletde birisi Mongol ham biri ovozi dörende ham, volan bir devletni hisoblasam 51 devlet shu menda. Bir kuni subotnik bo'ladigan bo'ldi, rektor aylanadigan bo'ldi, rektor, prorektor, dekanlar hammasi aylanadigan bo'ldi. Men hamma inostrallarga chiqardim ko'chaga. Videoga ko'tarasan, biring nasib keshiysan, biring yemni supurasam, rektor odamlar bilan keldidan, bu nimaga bo'pti deb edi. Bularni kim bunday qildi desa, prorektor bor edi, prorektor aytdi bu ish dedi, amanib bo'layar ish dedi. Chaqirib yoqa dedi. Bardimdan, "Nima qildim?" Men aytdim, "Bularga kelishdik. Bularni o'xshash topdik" dedimdan, bular bilan kelishganimizdan keyin bularni ishga yubordim dedim. Bularni shu hayron qoldasan partkom chaqirdim, nima edi endi primat parti dedi. Institutning partkomini chaqirdi. Endi darrov shatir-shatir dokumentlarimni oldilar, men partiyaga qabul qildim. 4-kurs paytimizda da. Shunda bular bilan ishlaganimizdan men shu vaqtda student vaqtimda bular ishlaganimdan men norozi emasman, chunki hozir 50 davlat bo'lsa, 50 davlatni ham shularning qaysi bilan qanday muomala qilish, bular bilan qanday bir yo'l qilish degan ozgina mendan ma'lumotga egaman. 600 dan ziyod inostrallar bo'ldi. Bular sen har xil odamlar bilan ishlashib ko'rdik student vaqtimizda. Aytaman bu tarix. To'g'ri. Ana shunday partiyaga keyin qabul qilindi, keyin bu yoqqa institut tugatib partiyaga qabul qilingan. Endi vaqtda partiyaga qabul qilishni o'zi bir tayyor kadr degan gap edi o'sha. To'g'ri. Keyin qayerlarda ishladingiz? Xudo bildiruvchi. Keyin shu yerga qaytganimizdan keyin kolxozga keldimdan, rahmatli yaqinda qaytib oldi rahbarimiz ustozimiz Sodil aka degan adam bor, shu meni shu qabul qildidan belaboratoriya degan bir ne bor o'sha vaqtda. Belaboratoriya deganda bir yana o'simliklarga biologik kurash bo'yicha da. Keyin shu bilan ishlatdan 6 oy ishlagandan keyin shu yerda bo'lgandan keyin shu vaqtda shu kolxoz bizlarniki Gidelan gruppasiga tushib qolgan shu reis,
kassiyer, buğaltır, profesör tergev hareket bo'lib turgan ekan 85-yilda. Keyin shu 6 oydan keyin meni mo'yin qilib oldi. Shu men dedi, nikallarda bu ish ko'p, men e'tiborsiz qolib ketaman. Sen shu nazorat qilib o'zing bu yoqni deb turasan deb qishloq xo'jaligi uchun mo'yni bo'ldim 6 oydan keyin. Qaysi xo'jalik edi bu? Navoiy shirkat Navoiy. xo'jaligi, Jdanov, eski Jdanov desa ko'p bilan Navoiy shirkat xo'jaligi shu kolxoz chiqib qolganda Gedilan ko'ppasida. Endi bu hayotning taqozosi-da bu. Keyin buni kolxozda sud qilib 4 odamni kolxozning zalida qamab bilan olib ketdilar. Endi buni o'rnina ishlash kimga yuklash kerak? Keyin menga rahbariyat aytdidan so'ng, menda o'zi yaqinda kelgan bo'lsa, hali 30 ga kirmaganmiz, 28 yoshda. Buni neşetesiz, şu adam 4 adam vallahi yılap kalıp şöyle başkarışını özü bu muydu? Bu adamlara birinci nöbette ben şu 4'sünü ailesine karatışım gerek işte. Şundan ben şularla işlep ben. Keyin bula mülakat yaplaşıp, bula karatıp, razı kılıp yürütten keyin 87 yılda Gorbachev Mikhail Sergeyevich'in bir karar çıktı. Demokratiya boyunca rahberler demokratik saylab asasında saylanadi. 87 yılda şu noktayı nazardan benim de İşte böyle Mart ayında Kutlumaratov rahmetli olup gittiler. Birinci sekreterimiz şu keldidan bir emin kalanlar bilen keldi. Men besede kıldılar da senin de özünü koyamız. Yok ben yaş bolsam da 29 yaşlarımızın bir yaş bolsam seni kılamız. Seni bir eksperiment öteremiz. 29 yaşta. Ki şuna rahberlikке ettilerden 2 günden keyin meni so'radi dediler. Shundan keyin ertangisi Gutkopdan kelsa keldidan melesimiz bu sel biz alak oldudan özünün kadrini koydum şu çalıştıdan beni yaşsan dediler beni neden çıkart taşıdılar namzattan. Aytdım zelele diyeyim. Keyin yığılış kılıp durmaz şu akımda bir yağımda çap tamanda Rema Cemmet Nezarova, on tamanda Kutlumaratov ben ortadan yığılış kılıp durma. Şunda adamlar saval verip tuttu nege. Şu iki namzatından emez üçüncüge şu aman kirtesen halk sorup aman kirtesen. Kirtmesen bu mu diye mesele koydu bana. Kim bolup ketdi, adamlar basıp ketdi, klubda basıp ketdi. Bu vaxtında video zapисlar bu anda gördüdən radioda evetine radionu bıçıp taşıdılar. Kim ma Kutlumaratov aytdı. Sen çıkıp dedi, atvat kılasan dedi. Hele yaşman dedi, aytasan halkka dedi. Şu anda Halka düşüntüresen. Halka düşüntüresen. Hele ben azan çıktığımdan tribüne öme yok, yaşasam sen bolasan dedi. Bu halk bir işansa şimdi boladı kendinden. Şimdi halkın işancı nan kımmat neyse yok. Evvelen bir rahber halk onu sevse gene rahber boladı. Şunun için şunday kılıptan ben boldu dedikten şunda 11 saat yıkılış boldu. Rema Cemmet Nezar, ben kayalaya kep kaldım, bunu diyem yurt boladı eken dedi de şahlar kızık boldan ben oyuna çıkıp kettim. İşte boldu dedim, yaş boldu demezsen başka rahberini alıp koydular. Bu rahberim 3 yıl başkardı şöyle. 3 yıl ben azam Kutlumaratov Raykom'da enstitütte kırıp aldı. Şöyle azgına 2 yıl hizmet kıldı, işledik. Daha keyin endi 3 yıldan keyin yine bu tahkirat qaytdı bu gel. 3 yıldan keyin aldın asan öterdiler ya bu. Şimdi ben meni köprek deganmandan yine şu halk beni istep tuttu barışıma. Keyin bardık, keyin başka adamını koydular bu bizimizi karında bilmeyen karındaşım. Bana bir işte öyle yok neye karındaşına her sabah bolu öylesen mi? Ne çok özüm. Şimdi Nesip 95 yılda bir pelektin gerdeşi bilen o am ketdi 95 yılda şu kolxozda rahbar boluş. Nesip kılganken şunu iştahım kıldı. Navoiy şirket xo'jaligi. Şu iş başlagan vaqtimizda bu hazırga mos etgan bo'lsak, masalan şu haqında qarasam kambag'allar ko'p. Bularni nonli qilish kerak. O'zi 93-yilga Soyuzning nesibidan kelgandan keyin 94-95-yilda ozgina bir unga ehtiyoj buğday yo'q. Bir sal qiyinchilik bo'lib oldi. Shu zamonga to'g'ri kelib qoldi-da. Shunda 94-yilda oldingi birinchi prezidentimiz qaror chiqardi. Dam mustaqillikdan erish bo'yicha. Keyin 95-yildan davlat zakozi bo'lib 95-yildan davlatga buğday topshirmoqqa qaradi. Shunda kambag'allarga men o'yladim to'xta, birinchi bularga bir jo'ja berib ko'p 20 jo'ja berdik. Shu vaqtda. Keyin bular qarab bilami yo'qmi? Yotmasin, ozgina minetga o'rgataylik degan nuqtai nazardan qildik shu ishni. Bu jo'jalar bir ikkisi qanimiz hammasi o'ldi. Qaralmadi chunki uni qarash kallasi ishlasa uni qarash darajasi o'zini o'ltirmas edi. Qarash kerak. Lekin bepul berdik. Keyin to'xta, bu mut bersa bo'lmas ekan. Dedim keyingi yili pulga berdik. İş hakkısını verdi. Pulun emas, iş hakkı. İş hakkısına qutuluşum gerek. Keyin sergine o'zgarish bo'ldi. Ha, to'xta, bu pul chiqarsa qara degan fikr paydo bo'ldi. Keyin bular yer vermeye qaradik. Yer ham
Böyle Karaman'dan keyin iş hakkısına verdik. Şunda 97-yılda ustozimiz Qo'rqib neye borib Meshirbek aka. Meshirbek aka Qo'rqib Koreyaga borib kelib, sholni ko'chatlab ekish degan bir fikrni olib keldilar, bizni olib borib ko'rsatdilar, yoz oyi edi u. Shundan keyin shu vaqtda 4 tane o'zimga tuyib qo'ydim, qana qilib bilamanmi yo'qmi dedim. 97 bag'im 98-yilda bir pitomni tashkil qilib, 3 gektar bir hanqalni olib keldim, shuni qaratdim. Katta Hazarish urgan yo'lning ustida shu yerda bularni sholni ko'chatlab ishdi, bir reklama desak ham bo'ladi. Shu odamlarga qildik, keyin reklama bo'lib ketdi bu yoq. Keyin 3 gektar ekkandan yon boshida buni 98-yil 8-iyul kuni buni boshladik. Shunda rahmatli Xo'janiyaz va hakimimiz dedilar, shu o'tib borishida qarasa, yo'lda odam ya o'ng tomonda qarasa, bu odamlar yopishib, chekishib, shu ne ko'tarib, eshak arvoda biri neda naslgada sholni ko'chatini bu yoqqa qatnayapti. Lekin buni surib, tayyorlab, masana degancha hammasini kolxozdan qildik. Buni 14 ming so'mga baholadik. Ish haqqisi 14 ming so'm bo'lsa, bugun 14 ming so'mni ko'zda 100 ming so'm bo'lishi mumkin. Balki 120 ming so'm, balki 80. Kim mehnatini yarasha bo'ldi. Xo'janovlar keldi-da, "Amab" dedi, "Bu nima qilish?" dedi. Aytdim, "Yaxshilar, shunday ish qildik, endi bir mana bu tavakkal, bir odamlarni mehnatga o'rgatishimiz kerak" dedim-da. Shu kelgandan bu abadgacha ketmadi. Bu bir kartina, qiziqli o'tirdi, choy ichdi, oldina bordi ulardan. Bo'ldim, boshqacha ish qilib dedidan keyin shu bo'yicha 14 ming so'mdan baholagandan keyin shunda tushirishdan oldin bir odamga aytdim. Bir yolni kelish qo'ydi-da, sen shu bas deganda men olaman deb birinchi tashiysan deb qo'ydim-da. Hozir ham shu odam hozir ham aytadi shuni. Keyin keldidan boshlashimiz vaqtida hamma tayyor turgandan keyin kimdan boshlaymiz? Mendan boshlaysiz dedi. Tamam, mendan boshla, sana bir mukofot ham bo'ladi, qo'shimcha dedidan shu bir 15 sotik odam bo'lsa, ish haqqisiga to'g'ri kelsa, bana 25 sotikmi, 20 sotik yer oldidan boshladi. Nellashdi boshladi. Endi avvaldan ozgina praktika boshladidan keyin izini ergashib ketib, bo'lib oldina bo'lib hammasi kirishib ketdi-da, buni nellashga kirishib ketdi. Aslida planirovka qilib, tayyorlab, chellarni tortib, sug'arib, garant suvamni o'zimizning hamma narsa, faqat shu ko'chatini o'zim mehnat qilsa bo'ldi deganda qaradik, shu ish haqqisidan bularni qutulish yo'lini topdik. Imkoniyat topdik-da. Keyin yil buni boshqa hudud territoriyalarda joriy qildi. Har brigadada bo'lsin deb brigadalarda keyin yilda. Hozirgi kunda shu 99 kechikkan bo'lsa shalllanadi, to'g'rimi? Ava buğday o'rniga bo'lib turibdi. Buğday o'rniga qilib turibmiz. Shunda bir yilda 2 asallarni. Avval buğday alınadi. Endi buğday ham zo'r bo'ladi vaqtida. Buğday endi hali buğday ko'rmagan yerlar, birinchi buğday ekiladigan buğdaylar 80 sentine shali ekiladi. Keyin izi shali. Qarasiz, shalidan 70 olsa, buğdaydan 60 olsa 130 sentine shu yerdan olib turibdi. Shu yerdan 1 yil hisobini. 1 yil hisobini. Shunda menga bir ozgina bir nelam bo'lib oldi. Yerni sotish mumkin emas. Aqlli odamlar chiqib, Agropromna viloyatda bir aqllilar o'tiradi, shoxinda aqlli iqtisodda. Mumkin emas, javob bersam javob bering dedim. Nechta javob berasiz? Bu ijaraga berilib turibdi, sotilgan. Hozir bugunga qarasangiz, o ishlarni bemalol sotibdilar. Bemalol ekan to'g'ri gaplar. Biz buni 97-yilda azobini arqamizda 18-yilda. Qarang qilsa bo'ladi ekan-ku. Bo'ladi. Necha yil o'tib ketdi? 28 bo'libdi undan beri. Qarang. Ketib odamlarni ishga o'rgatib, kambag'alam shuni ichida ketdi. Boyam ketdi, ish qilib kim haqqi bo'lsa shuni ichida ketib, bo'lib qarabsiz hamma joyda sholi ko'chatga o'tib ketdilar. Buni birinchi qo'yib ko'rsatdi, targ'ib qilgan ikkinchi men shuni. Shu haqida qildik shu ishni. Endi qarasa, hozir ammo o'ylashib ketdi. Endi to'xtatib bo'lmayapti. To'xtatib bo'lmaydi. Lekin hozir mumkin emas. Endi bu oyog'iga kasal bo'ldi, boshqa tudasidan gaplar paydo bo'lib turibdi. Endi bo'lam balkim to'g'ridir. Foydasi ko'tar, moddiy manfaatdorlik bor. Endi bu ishlarni yo'liga qo'yib yuborgandan keyin ikkinchi etapi bor buni. Endi bularni qariyalarni ko'nni olish kerak. Qariyalar bilan men har doim qariyalarsiz ish qilgan emasmiz. Bir ishga odam bo'lsa, ular choy berib, shu ustida bo'lib, hamisha qariyalar bizning yonboshimizda bo'ladi. Keyin bir kun televizion ochsam, artıq Atajonov xotirish tomonidan Ilhom Farmonov yurtidan bir ashula aytibdi. Chiqqan chiqsa, o'zingdan chiqqani yomon degan ashula. Birinchi eshitdim, asan ortiga kelib telefon qildim ortiga. Siz shoqda yuribsiz, Atalar shaharxonasida, bizlar ham qilsak bo'lmaydi, ya uni qilish qiyin bo'ladi degan dedi. Uni sen qila olmagansan dedi. Onu qilish uchun viloyat hokimi ne olish kerak. Men
Şahından prezident divanından bitedeken eşittiriş. Keyin aytdim, o çat. Asan kelimdan kimden besan sorasam kimsen bayt degen Aybek degen biz az soň rektör boldu şu namulamızın ferzendi şöyle şunu kırdı degen şuna telefon boldu dedi. Kaçan kılacaksın dedim. Ben size ruhsat veremem dedi. Lakin bu dedi asan keşmiydi becereyen dedi. Bunun için bir adam baradı. 8 adam baradı dedi. 2 namazda abarodunası 2 namazda. 8'den boldu şula bilen kılamadı dedi. Şimdi kılıp Atalay çayxanasını azgına fikrini ayarlarla koştu. Aziz adamlar deyin eşitiş kıldı. Bu prezident körədəgən beştirin şahına Allah vergen bize de tuman hakimi. Onu aytsam şuna siz İslamoviç'ten ruhsatı alıp verin desem ya olmasa ben çıksam olmasa siz rahbarımsınız siz mi bilem asan ustamız ötemip keldi bu işlerin boladı mı şimdi aytamam İslamoviç'e dedim şu eşitiş kılıp kareler kursuna hazır bugün hem şu eşitirişte katnaşken artık da canı Farhat Devletov, Şermat Fayzullayev, Sanamcan Atayev Taşkent'te ondan keyin yine bu kichkina bir özümüzün hazır nemizim artık acam şagirdinem aytdı şu bir 7-8 bir 4 adam bolup şunu adamlar kellelerdi xursand kıldı. Keyin karadık endi buyagı ötedigan bolsa bu maktaplerde şu axlanda men başlagan vaqt maktaplerde şu axında şu başlanish vaqtida maktablarga e'tibor, o'qituvchilar oyligi bilan mana hech kim qiziq. Shunday to'g'ri kelib qolgan vaqtda maktabga hech kim qaramadi. Nechanchilarda shu? Endi maktabga qaramaganlar 95dan men o'zim ishlagandim. Men shu vaqtdan shu o'qituvchilarga yer berib, shulardan manfaatlar qildim. Sizlar oylig'imizni marhamat yerini. Dedim, shularga azna xabarni olib diyecekman, maktablarga borib xabarni olib shular bilan birga ishladim. Keyin bir gün kızım olimpiyada bo'lgan vaqtida kızım aytdi, bugun dedi olimpiyada bor, dedi. Men esasen nishga onu olib bilasan, men birinchi onda harakat qilaman dedim. Evetdan keyin kelsam, yig'lab o'tiribdi uyda. Nega sen qilolmading desam, men dedi tanish bilish bo'ldi dedi. O edi. Hiç tanish bilish bo'lishi mumkin. Dedim da azam men neni aldına borda rayona aytdim. Tanish davay ikkisi yana boshqalarga yuborib ko'raylik bular qilsin al qizlar ishmalar. Matematikadan. Bular ikkisi dedim, bular davay ko'rib o'tiralik qana bu qilib biladigan bo'lsa qilsin. Qani qaysi o'rindan olsa shuni adolatli bo'lsin abi desam. Keyin ertangisi men kechgacha asan telefon qildidan, Xudoga dedi shu o qiz men chiqmayman, men borman, men birinchi o'rinda olim bo'ldim. Esab bo'ldi dedim. Azan yerbanda eshigini aytdim. Sizin bundan keyin dedim, eğer kalkus tursa sizin olimpiyadanız bize kerak emas dedim. Bize olimpiyadan o'zimiz qilamiz dedik. Dan keyin 2004 yılda olimpiyada qildik, o'zimizni qishloqda 3 maktabdan birisini tanladikdan şöyle olimpiyada qilib, şöyle 30 bala birinchi o'rinda oldi. Şu 19 Mart günü 2004 yılda artık adacağım olib kelib, qariyalama birgalikda yoshlarni hamma zal to'ldirib şöyle hammasini padarga berib, şu anda 30 ming so'm ekan, men aytdim, meni bilib kelinglar, 26 ming so'm plaskatni biladi, Toshkentga borsangiz, 4 ming so'mdan bir choy ichasizlar, 30 ming so'm biletdan ko'p dedim, berdik. Hammasini bir gül paketlab berdik, shuni 30'dan 27 bola o'qishga kirdi shunda. Şu bola hozir Toshkentda qolgani bor. Programma tüne yakında men borgandan kelib sizdan meni bir 2 kun aylantirib böyle taqa olib borib keldidan aytdi. Siz şunu qilmaganingizda dedi. Bize şu erişmegen bo'ladi dedi. Doğru. Yine qaram. Doğru. Çünkü ruhlandı ular. Doğru aytdi. Hozir men 2,5 ming dollar olaman. Program 2,5 ming dollar olaman men dedi. Keyin bir nesi var? Doktor var, professor. Professor. Men Nizamiga borib qizimni o'qishga şöyle olib borsam bu desem, koridorda dekan o'zimizdan ketganda shuni tursam, o'tib ketishdidan siz dedim, nega kirib o'tiring dedi. Kursi bor dedi, koridorda o'tiring. O'tira senden to'xta dedim. Men dedim, ne sen bunday ma bir hurmat qilib tursan desam aytdi. Siz bize olimpiyada qilgandan bize şu anda bir ruhlanıp kelib, men hozir kendi nauk derecesine bo'ldim dedi. Yaqinda professor bo'ldi. Qarang. Ko'rdingizmi? Keyin men berib ko'z doktoriga kelsam, Obul balasaga ko'zlarga kelsam, shunday chiqdidan biri uzatib qoldi bir bola. Keling yuring dedidan, bunday kirgizdan bir bola o'tirgan odam o'tirgan, siz chiqib turing dedi. Men dedi. Xudoga ham ko'raring dedi. Ama aytdim, sen dedim, buni chiqarib men o'chada turib kelaman dedi. Yo'q dedi. Siz onday odam emassiz dedi. Siz bizlere yağı içtik, şu olimpiyadadan bize anlandık. Şundan ben ruhlandım. Siz ne için turuşunuz geldi bize? Siz bize motivasiya kıldırınız. Siz diye şunun için bir bu kalgız vaxtında kıladığına işlerini aytadığım olsa köp. Bir de köp. Halk bilen birge boluş en vaxt nese. Doğru. Neçəlik orada boluşu mümkün. Lakin halkın işarışına kelmeydi bu. Mesela aytamam da, ben prost aytatamam da. Lakin hammam işleşi mümkün. Ben dedim mekteplerge barsak bugün mektep direktörleri 20 yıldan beri işleyip. Ben 15. Ben işlegen vaxtında, kalkozda işlegen vaxtında
5 yıldan keyin men ishlamayman dedim. Kimda kim kolxozga rahbar bo'laman desa, kesin men onu boşataman dedim. E'lon qildim. 81 odamga e'lon qilibman ekan, aktivman yig'lamdan, lekin bir odam kelmadi. Shu davrda ko'p ishlarni qildik. Endi bizdan masjid qildik ki, qabristondan chiqardik masjidni, bu yoqqa chiqardik. 3-chisini qilganda odamlar shoxinda bo'laversin dedi. Hozir ham aytadi, shuni siz vaqtida chiqarsak bo'ladi degan. Hammasi kolxozdan ko'tarishib boshqasi, lekin odamlarning yordami bilan bo'ldi. Vaqtida laydan solingan bo'lsam, bu chiqib oldi, hozir dokumentni birsi ishlaydi. Birsi ishlaydi hozir dedi qishlog'imizda. Lekin bu masjidga borgan odamlarning og'zini birlashtirib turadi. Bir bo'lsam yomon emas. Chunki 2-3 odamlarni birlashtiradigan joy qabristonda odamlar birlashadi. Chunki u yerda o'tiradi, birga hayitda, hayit bayramlarda, ko'ralarda shunda bir-biriga mehr shu yerda paydo bo'ladi. Hozirgi sharoitimizda. Bo'lmasa hozir biri boy, biri puli ko'p, biri bunday, bir-birim sho'ra boshi chiqashini unutmaydi ular. Shunda katta rol o'ynaydi. Endi hozirgi zamonga qaytadigan bo'lsak, endi bugun masalan yana bugun o'tirib o'ylanamanda, masalan bir rahbarlarga qarayman, bu maktab direktorlari, hozir mahalla yettiligi, endi hozir men Nuroniy jamg'armasida ishlagandan keyin biz shular bilan ishlashimiz kerakda. Qarasam maktab direktorlari maktablarga boradigan bo'lsak, endi men 6-7 qar bor. Bizlar shu menda kasbim agronom. Bu maktabga boradiganlar biri ximiya fanidan kuchli, biri rus tilidan, biri she'riyatdan, biri yana bu mehnat anu prezidentimizning qarori bor 90-yil qarorda ko'rsatib qo'yibdi. Maktablarga borishda yana bu kasb yo'nalishlar bor. Shunda texnologiya deb aytadi. Texnologiya, kasb yo'nalishi shunda bizlar shularga kelib gaplashib, so'ngida yig'ilish qiladi. Shunda bizlar borgan vaqtlarda direktorlar bizani yaxshi ko'radi deysizmi? Yaxshi ko'rmaydi. Va uni bilamiz biz. Yaxshi ko'rmaydigan sabab bor. Agar biz uning ichiga kirib, ba'zi bir klasslarga kiradigan bo'lsak, ular ayb ochilib qoladi. To'g'ri. Shu yerlarida men hozir murojaat qilacakman, bu ishlaydigan bo'lana ishlamaydigan 15 yil ishladim, 10 yil ishladim degan gaplar hozir zamonga o'tmaydi. To'g'ri. Bundan keyin ketish kerak. Mard odam bo'lsa, yana aytdim-ku, men 5 yildan ketaman. Ama vanda 42 yoshimda edim, men ketib kim aytadi kolxozda hamma narsa bo'lib turibdi, sharoitingiz yaxshi, tengizda 2 mashin, masalan, o'zingiz yig'inisiz, o'zingiz o'rasiz, o'zingiz ekasiz, o'zingiz nima ozgina manfaat topasiz, bu tabiiy. Shunda bu maktab direktoridan men qolib qolmayman-da. Shuni masala, jiddiy masala bu. Bir 10 yil, 15 yil, 20 ne desam bu postni zant etib. Bu postni zant etsam, birinchi prezidentimiz 2 narsaga e'tibor qilaman-da hayotimda. Birisi maktab bolalar tarbiyasi, ikkinchisi yashil makon. To'g'ri. Yashil makon. Bu yashil makon ham bu bolalar tarbiyasiga bog'lasangiz bo'ladi. Bugun tub daraxt eksangiz, ertaga soya beradi. Bugun maktabda o'qiydigan bola bugun tarbiya ahamiyat kelsa, ertaga bolam jamiyatga foydasi bor. To'g'ri. Shu yerlarda qiltiz keyingi zamon kelibdi, bizani eng qiynaydigan siz aytishingiz mumkin edi. Ya ama aytib qo'ydingiz. Siz eng qiynaydigan narsa desam, men shu yerlardan eng qiynaydigan narsa bugungi rahbarlarning bu jamiyatga tayyor emasligi meni qiynaydi. Hamma rahbar bo'lavermaydi. Hamma rahbar bo'lish oson emas. Qachonki xalq buni qo'llasa, rahbar bo'ladi. To'g'ri. Yashinchi rahbar bo'lishi mumkin, diktator bo'lishi mumkin, so'gishi mumkin, lekin sökmesden hem iş qilish mumkin-ku. Bu aytchag'im maktab direktori hozirgi boshqa va kaza rahbarlarimizga taalluq gap bu. Bu rahbar bo'lish oson emas, rahbar xushmuomala, o'zi bosiq. Bugun topshiriqni bajarish o'z yo'liga yuqoridan keladi. Ikkinchisi, rahbar ijod qilish kerak bugun. Har kun o'tirib qo'lni olib ijod qilish kerak. Bunday ijod qiladigan rahbarlarimiz kim hozir? Topshiriqni bajaradi faqat. Topshiriq o'z yo'lina. İcad qilsa, shunda o'zi o'tirib, o'zina vaqt topish kerak. Bugun men mahalla reislari bor, qaysi sohani oladigan bo'lsak, bular faqat kompyuterda bosadi, bajarib tamom. Bu ish emas. Bu xalqdan borsa, yo, bizim mahalla reislari bizga xorimiz bo'lmaydi, kemidan beri. Bular shu meni bajarsa bo'ldi. Mahalla yettiligi, bu yerda oldinlar kolxozda birgina qishloq soveti bo'lsa, bir 3-4 odam ishlasa, bugun har bir hozir 4 ga bo'linsa, misol aytaman bir qishloq hozir 200 million ming aylanibdi. 200 milyonluk ish qildimi degan savol meni qiynaydi. Size aytgan savollarni oldin aytdim. Shu meni qiynaydi. Va ham nopok rahbarlar, o'zini ishda ishlamaydigan rahbarlar qiynaydi. Rahbar bo'lgandan keyin avvazam ozgina yaxshi tengdan mashina bor bo'lgandan keyin, lekin ba'nam bir uddasida kelishi adolat tarazisi bo'lish kerak. Adolat tarazisi bo'lmasa bu rahbarlik o'da ishlab yashini boshqa etib, bunday etib yurishdi. Men shu yerlardan lekin bu prezidentimizni ta'birimi aytganda xalqni rozi qilish kerak. Xalq rozi bo'lmasa yuraveradi bu rahbar.
Xalq rozi qilish o'zi bo'lmaydi. Masalan, yana mening o'zim boshimdan o'tgan. Bugün aytib o'tdingiz, yashil makon bo'yicha. Aha. Keyingi davrda muhtaram prezidentimiz tomonidan ham yashil makonni bo'yicha tadbirlar o'tkazish bo'yicha ko'pgina gaplarni ayttiribdi. Ijobiy gaplarni bu arada o'zingizning fikringizni aytsangiz marhamat. Endi hozir ham aytib o'tdim, yashil makon degan bu Xorazmning hayot mamoti. Hayat mamot to'ppa Hayat mamoti. Xorazmda hamma narsa mazali. Ya'ni uzum mazali, olma mazali. Neni yesangiz shu narsa mazali. Nega degan savol tug'iladi. Nega nima yetishmaydi degan savollar Xorazmda men aytadim ekologiya yetishmaydi. Ekologiyani kim qiladi? Xorazmda qiladi. Ya bo'lmasa mana yoqdan kelib bizga ekologiyani qilib keladigan odam yo'q-ku. to'ppa to'g'ri. Bizlar Farg'onaga bordik bir 3-4 yil oldin. Bizning mahalla raisi, bu anda ya bir mahalla raisi bo'lmas pandemiya to'g'ri kelib qoldi. Shu haqida ishladik. O'zimiz ham qiynalib qoldik. Shu pandemiyada o'zimiz ham shu ahvolga chiqib qoldik. Shu borganimizda, shu samolyotdan tushayotgan vaqtimizda men qaradim, yanında arxitektor o'tirdi. Aytdim, "Bunga qarang, 1 gektar yerning atrofi terak." Terak. To'g'ri. Ekilgan. Bu Farg'onalangsizmi? Vodiy Namanganga borsangiz yo'lning chet hamma joyda terak ekilgan, ajoyib kislorod berib turibdi. O'zining kislorodi bor ular. Bular qo'shimcha kislorod. Biz bugun borgan bo'lsak, qarayacak adam ya ektim, palam urdi ketdi. Davlatning shuncha mablag'i ketib yotdi. Agar bir tip shunday savol qo'yilsaydi, bir tip daraxt ekdingmi, agar shuni sen shuni evveldan birinchidan tanlashda yerini tanla, ikkinchidan tutmasa sen javobgar olasan, bo'lmasa shuni to'laysan degan siyosatimiz bo'lsa edi, biza kim oldayapmiz? Parvarishda e'tiborsizlik ham uchrab turibdi. Albatta, biza kim oldayapti? Prezidentimiz qarorni chiqarib qo'ygan bo'lsa, bularga hamma oshirib qo'ygan bo'lsa, nega biza sharoit yaratilgan bo'lsa, sharoit yaratilgan bo'lsa-yu ekmasak, bu yaqinda shu o'tgan yil neda yoshlarning zali bor ekan. Yoshlar agentligining zali bor. Shu yerda Respublikamizning O'rmon xo'jaligi boshqarma boshlig'i hamda ekologiyaning boshqarma boshlig'i bo'lib kelib yig'ilish qildi. Men ekologiyacha siz ham yuring bir boring dedim, men qatnashdim shunda. Shunda savol hech kim demaydi. Butun formaga ekologlar o'tiribdi hammasi. Ekologlar o'tiribdi, lekin ekologlarning vazifasi katta axir. Menda savol bor dedim. Ayting dedi. Men shunday bordik Farg'onaga, lekin bu Farg'ona uchun atdelni bir qaror chiqqanmi prezidentimizga? Yo'q. Xorazmliklar uchun bu qaror chiqish kerakmi? Bu daraxt ekish uchun desam aytdi. Yo'q, qaror hammaga bir dedi. Va Xorazmliklar bunga e'tibor bo'lmasa biz nima qilamiz degan savolni mana da aytdi-da. Qarangki, bugun oxir egishdi daraxtni o'zining idorasini oldida bo'ladigan bo'lsa, oldinda guli bo'lmasa, daraxt bo'lmasa, sen bu rahbar qilib netasan? Rahbar bo'lib netasan? Bir tip daraxt deb turmasang. Men mahalla reislarini o'tgan yil bir alanib chiqdik. Lekin egilgan daraxt palam 1000 dona. Men savol berdim. Bir tip daraxt ko'rgan bo'lsam, menga ko'rsating. Bir odamni ko'rsatgani yo'q. Bu faqat bizda emas, hamma joyda shu. Nega Xorazmlar o'ylash kerak? Bugun shu balaga maktab tarbiyasi deydi, daraxtga shunday tarbiya qilsak, agar ekologiya rivojlanib, ekologiya bo'lib, bizlar daraxtlar ekib shunday jannat makon yurtga aylansa, yana bu narsalardan bizda muammo yo'q. Bu yerda Xorazmning o'zimizki Xorazmning balig'ini yegimiz keldi dedi vaqtda Xorazmning olmasini yeyimiz keldi dedi. Bu Toshkentda aniqlab olsan, go'shini, Xorazmning go'shi mazali axir. To'ppa to'g'ri. Mazali bo'lgan sababi bizda shu bor. Faqatgina ekologiya bo'lsa, bu yurt jannat makon yurt bo'ladi. Odamlari tushunarli, odamlari fanga, bilimga ega, madaniyatli odamlar yashaydi bu yerda. To'g'ri. Agar shu ekologiyani hamma birlashsa, qilsa bo'ladigan, lekin bunga e'tibor yo'q desam ham men mubolag'a bo'lmaydi. Shunday aytaman. Hozirgi kunda tuman nuroniy jamg'armasida rahbarsan. Bolalarni tarbiyalash bo'yicha qanday ishlar olib borilyapti? Endi kelajagimiz bolalar. Endi maktabga borgan bolalarni sizga aytdim. Endi bugun hozir asosan bolalarni tarbiyalashdan qariyalar bugun maktabga borish kerakda. Biz shuni tashkil qildik. Endi hozir prezidentimizning 405-qarori bilan 3 nuroniy, 3 faol nuroniy har mahallada bor. 3 dan. Endi mahallani yetdik, ko'zga ko'ringan bir so'zi o'tadigan odamlar obro'li e'tiborni shuni oldi. Endi bular hozir maktabga borib shular bilan nelar bilan direktorlar bilan muloqot qiladigan vaqtda men maktabga direktor bo'lsam, shunday o'zim chaqirib olgan bo'lardim. To'xtang, bu yoqqa keling. Siz shundan boshqa 5-6 nurani chaqirib, shunday odamlar bor bizda, yana shunday bolalar maktabga kelmayotir. Ya bo'lmasa, uning endi balasi bor jinoyatga yo'l uratir. Meni balasi yana mashina haydatib, mashinani berib qo'yibdi. Ertaga bir jinoyat hosil qiladi degan gapni direktor chaqirib,
ularni qarlarni aytish kerak. Ya, o direktorni men bilmadim. Unda direktorlar kimdan kim axir? Direktorlar boshqa yo'nalishda ular. Men shunday o'ylayman. Men borgandan keyin aytaman. O direktorlar, oho, ular o katta odam ular, direktor. Endi biz hozir 3 norani bergan bo'lsa, biz ham endi biz bu yil endi bir reja qildik, bu boshqacha yo'ldan. O'tgan yil bordik, maktablarga keldik, yig'ilishda bolalarni uchratdik, kasbga yo'naltirdik. Bag'at tumanida bugun 18 vrach yetishmaydi. Hali pensionerlardan tashqari. Men 112, men bularni 112 vrach topdik biz. Bolalar ichidan, bu 9-10 sinflarda. Tapda shularni bizlar ruhlan. Endi yaqinda bir передач qilyapmiz. Poliklinikada o'zimizning nimada, sog'liqni saqlash nezinde, idorasida. Shunda bir bolalarni yig'naganimdan bir 20sini olib, men tinoylam gaplashdim, 20 bolani olib, yana 20 vrachni olib eski. Ya pensiya chiqqan, bularni xabarini olmayotdirlar. Bular aytadir bir. Shunda ko'zga surtkim kelar, siz basgan tuproqlarni degan mavzuda eshittirish qilib shular bilan ikkisini uchrashtirajak niyatimiz bor. Chunki bular hozirdan vrachlarga qarab intilsa, shuna yaxshi vrach topish mumkin. Hozirgi vrachlar qanday baholaysiz? Siz nima desam, mana shu savolni bersangiz, bugun men malakali vrach kamdan kam deb o'ylayman. Chunki shora yozsa, agar dorini yozadigan bo'lsa, 10 xil dori yozadi. Chunki u aptekachi bilan svязанный. Bir vrachlar va malakali, vijdonli, o'zining kasbining egasi 2-3 dori yozadi bo'ldi. Bu 100 ming so'm turadi, bu 500 ming so'm turadi, 400 ming so'm bu dehqonning kissasida, oilaning kissasida qoladi-ku. To'g'ri. Bu vrachlar to'g'risini aytaman. Lekin o'qituvchilar biz borganimizda o'qituvchilar bo'laman deyotganlar ko'p. Lekin bugun o'qituvchilarda maktabda pensionerlarimiz ham bor. Lekin buni ikkisini taqqoslaganda, lekin pensionerlar ustiga kelishi mumkin. Bir bilim jihatidan, ularning odamlar tomonidan, lekin hozirgi yoshlarimizda g'olad etib onini bosmasam, baribir yoshlarga baribir ozgina o'rin berish kerak. Yana sizni bezovta qilayotgan qanday fikrlar bor? Endi bezovta qiladigan fikrlar aytdim onu. Bugungi meni bezovta qiladigan har kim o'zini qilmayotgan ishlar, odamlar. Endi men ish faoliyatim shu nuroniy bo'yicha bizga mahalla yettilik men ish etgan bo'lsam, shu mahalla yettiligida ish etganlar meni bezovta qiladi. Ularga rahbarlik qiladigan odamlar, bundan katta odamlar bezovta qiladi. Eng bezovta qiladigan odamlar. Atam bir so'zi bor edi, men aytib qo'ydi, rahmatli. Ish sendan qo'rqsin ishlaganda, lekin sen ishdan qo'rqma dedi. Buni gap tiyinda ma'no bor. Chunki buni baqa talqin qilsangiz ham, o'tiradigan bo'lsangiz, o'lib qoladi ish sizdan qo'rqsa, bo'lmasa boshqa yerga o'dasangiz, chunki sizdan ish qo'rqadigan bo'lsa, ishingiz o'ladi. To'g'ri. Bugun bir telefonni ochma, o'ra bordim, bera keldim. Bir ish qilgandan keyin tadbirdan keyin natija bo'lish kerak. Natija bo'lmasa ne qilasan tarbiya qilib? Shuncha mablag' sarflab. Tadbirdan natija kerak. Natijasiz ish kerak emas. Lekin bugun natija ishlar, tadbir, voqea yurdim, unday oldim, lekin hech qanday natija yo'q. Men shuni meni qiynaydi savollarda. Bu faqat bu hammada qiladi. Bu ket, ana keldi, bas, yo'q, tamam. Bundan ish bo'lmaydi-ku. Lekin hamma narsa rejali bo'lsa, shunda barakat bo'ladi. To'g'ri. Bo'lmasa barakat bo'lmaydi. Agar oilangizdan patr aytaversan menga, bunga ketsa bu, lekin rejalashtirsangiz unda barakat. Rejalashtirmasa barda ko'p boraveradi. To'g'ri. Shunday o'ylayman men. To'g'ri. Meni qiynaydigan eng aytsam shu rahbarlar meni qiynaydi hozirgi zamonning rahbarlari. Meni vijdonim qabul qilmaydi. Prezident aytadi-ku, beri yonish kerak. Yine beri yonish kerak rahbarlarning. Bu qaysi tomonga boradimi? Qaysida ishimi, direktormi, mahalla raisimi, bu tepaga chiqqan, uni yonish kerak beri. Odamni xalqqa yaqin yurish kerak. Xalqdan uzoqlashtirib rahbar bo'lishni men umuman qabul qila olmayman. Chunki men demokratiyaning azobinday qilganman, aytmadim-mi boshda? Demokratiyaning bizni azobini arqaladi. Biz demokratiya qurboni bo'lganmiz shu zamonda. To'g'ri. Lekin xalq saylaydigan narsa bo'ladigan bo'lsa, u xalqqa padachet bo'ladi. Xalqning nazoratini ishlaydi u. Keyin xalq aytmaydi, bunday etdi degan gapni aytmaydi. Chunki o'zi uni oldinda ish boshlaydi. Unga padachet bo'lib turadi rahbarlar. Shundagina rivojlanish bo'ladi. Prezidentimiz hamma qarorni chiqarib qo'ydi. Hammasi, lekin uni bajaruvchi kim? Pastki pog'ona bajaradi. Demak, rahbar yetakchi bo'lish kerak. Yetakchi bo'lish kerak. Endi shunda biz gap aytingda, men ya 28 yoshimda kolxozda ishladim dedim-ku, rahbar bu yog'ini aytganda vaqtida.
Shunda bizning qishloq kolxozda bir ne o'tadigan bo'ldi. Respublika viloyat bo'yicha seminar. Bu Jo'rabek, Ismoil Jo'rabekov. Shu odam keldi, Mirkasimov viloyatning birinchi sekretari. Bizim Beyak'tan keldi, arka tomondan bize Beyak'ta keldi, hamma viloyat bo'yicha. O'zim Bremen ishi bilgan odam, men hech kim tanimayman, ko'p odam rahbarlar taniyman. Hamma keldi, bizlar o'tirdi, tribunada o'tirdi. Jo'rabek Ismoil Jo'rabekov shunda aytdi, bu kolxozning rahbari kim dedi. Men Ismoil Achim Bremenni обяз Ispaniya yashabiransiz deb o'ruscha biladim. O'ruscha qilib biladim. Men siz rahbarsiz, Bremenni bo'lsangiz rahbarsiz dedi. Kecha necha kilometr salma qazildi dedi-da, kolxozda dedi. Men aytdim 1-2. Masalan 1 kilometr 2. Yo, bu qaydimda Subotkada bo'ldi. Lekin siz o'zingiz qancha qazdingiz dedi. O'zingiz necha metr salma qazdingiz, shunga javob bering dedi. Nima turdimdan. İsmail Hakimoviç dedim, men lekin o'zim qazma ertadan boshlab qazaman dedim. Ya yetakchi deyingizda, har kim hamma narsada shu rahbar yetakchi bo'lish kerak. Rahbar avval qildimi, keyin uni so'rash. Avval o'zi qilmadimi, birovning gapi bilan urra bilan u gap ketmaydi. Men sizga shu savol bilan ana javobni shu. Rahbar hamisha oldinda bo'lish kerak. Bo'lmasa ishlamaslik kerak. O'rinda zand qilmaslik kerak. Men shunga achinaman. O'rinda ne desa zand qilib. O'rinda qilma. Sendan ming tayyor turibdi ishlovchilar. Ming vijdonli odamlar. Lekin shu men ya mahalla raisidan 7-likka qayt biron odamning yuragi yanganini men ko'rmadim. Hech yuragi, prezident yuragi yonish kerak dedi-ku, prezident. Yuragi yonadigan rahbarlar kam. Juda kam. Bular yansagina ishlaydi, yanmasa ishlamaydi. Men shu fikrdaman. Qudar Boltoyevich, bayagina salgina qo'zg'ab o'tdingiz, keyingi vaqtda bolalar telefonga bog'lanib qoldi. Endi to'g'ri fikringiz. Endi telefonga bog'lanib qoldi. Bu birinchidan telefonga bog'lanishning sababchisi ota-ona. Ikkinchidan muhit. Unga telefon bergandan keyin qo'shnisi, balasi, qo'shnisi, boshqasi va kazalar jo'ralardan ko'ratdan telefonni maktabga olib bordi. Maktabdan ko'rib turibdi. Ko'rib turibdi. Lekin buning asl negizi ota-ona sababchi. Telefonni bermaslik kerak. Har kun ota-ona uyida shu maktabga borgandan keyin balam, sen qana bugun keldingmi? Qana o'qituvching nechik saboq berdi sana? Lekin sen shunda o'rgangan bo'lsang, ma'zna gaplab ber. Ya bo'lmasa enasi, ya bo'lmasa otasi, ya bo'lmasa buvisi, ya bo'lmasa katta dadasi deymizmi, shular nazorat qilsagina bo'ladi. Buni hozir eng yomon kelib ketdi. Telefon bolani ishlab chiqaradigan telefon bo'lib qoldi. U qiziqish ham kam, tartibsizlik, jinoyat yoqasidan kelib qolganlar hammasi telefon bo'yicha bo'ldi. Yana qarang. Telefon bo'lmaganda bu gaplar bo'lmasligi mumkin, lekin rivojlanish bo'lish uchun telefon kerak. Lekin telefonning maqsadli foydalanish kerak. Akur bolaga berib qo'yib telefonni bor, balam deb, maktabga ket. Maktabga borgan direktorga qattiq qolsa telefon olib kelma desa olib kelmaydi shu. Olib keladigan bo'lsa ota-onasidan chiqish kerak. Sizning bolangiz bugun telefonni olib keldi. Boshqalarni buzmasin degan savolning uchun direktor ishlash kerak axir. Direktorlar ishlash kerak uning uchun. Direktor ishlaydigan bo'lsa aytadi, sen uni dedi, uni kamchiligini axtaradasan. Uni ayta olmaydi direktor. Direktor takror aytaman, direktor shu aytsa, direktorning kamchiligini axtaradi ota-ona. Sen dedim, unday aytibsan, bunday aytibsan va kaza so'zlar, nima sizlar bu gaplarni hamma tushunadigan gaplar. Uni aytish shart emas, bari hamma shuni bilib o'tiribdi. To'g'ri. Lekin direktor qattiq qo'l bo'lsa, o'zina to'g'ri bo'lsa, maktabga telefon olib bortirmaydi axir. Hozir Qudar Boltoyevich ko'pgina problemalar, muammolar to'g'risida to'xtalib o'tdik. Endi muammo meni achinadigan biza yerning egasi bo'lib, yerda ishlaganimizdan keyin, umrimiz shu qishloq xo'jaligida o'tgandan keyin men ishlagan vaqtimda bir sotik bir qarish yer qolgan emas ekanmasdan. 40 sentini paxta beradigan yerlar, Makkadan eksangiz Makka bo'ladigan joylar, qumga borsangiz shu qumda sholib o'tgan suv yo'q desin, suv yo'qlikdan bo'ldi deb bahona qilgan yerlar ega yo'q-da. Nega egasiz bo'lishi mumkin axir? Bu shuncha yer, bu yer bizning boyligimiz qoqib. Shunday yaxshi yerlar qolib ketgani meni qiynaydi. Men eng qiynaydigan narsa ko'p, juda ko'p viloyatimizda men o'zimni tumanimizdan qarasam ko'p yerlar bekor qolib ketgan. Bu birinchi kundan bekor qoldi. Shunda o'tirgan xalqimiz ne deb javob beradi? Yer kimga kerakmi degan, bo'laveradi ekan dedi. Yemay turibdi. Lekin bizning pul topishimiz asosan migratsiyadan kelib turibdi pul. Endi qarang, bu yoqqa o'tdim. Ruxsat bersangiz bilmayman. Migratsiyadan pul kelib turgandan keyin shu oilada bolalarning tarbiyasi ham sal bor. To'g'ri. Oilada ozgina tushunmovchilik bor. Masalan, bir ketgandan keyin
bir erkek bir yılda 5 yıllap ketadigan erkekler var. Ballar e'tiborsiz qoladi. Ha? Ballar e'tiborsiz. Ballar e'tiborsiz qoladi. Shuni men aytganda endi vaqtida lekin yiberib turgan bo'lsam, nazorat lekin 5 yillab 3 yillab ketishdan erkaklarni men qabul qilolmayman. Chunki uni oilani xabardor qilib turish kerak. Oila kasalchilik asosan ayollarimiz shundan kelib chiqadi. Kasal bo'ladir, hammasi kasal. Ves bo'ylab botir. Hozir motosikl chiqdi, motosikl haydab ko'pisi, ko'plarning talab mindarasi mototsiklga ves bo'ylab ishlamaslikdan. Chunki u pul kelib turibdi, ishlamadi. Lekin mehnat bizga rahbarimiz aytadi Rustam Sultonov yaqinda bergan narsasida bog'ırdab tur, bog'ırdab harakat qilib tur, ishlamasang ham harakat qilib tur deydi. Bular 40 yoshini o'tgandan keyin o'zi yurmaysa ham deb ves bo'ylab botir. Lekin ishlasa, harakat qilsa bu sog'lom bo'ladi. Haqiqatda o'zini sog'lom saqlash kerak. Sog'liqni saqlashning manbai o'zidan. O'zi qilmasa, uni meditsina bilan sog'liqni saqlab. Hozir velosipedlarning o'rnida mototsikllar ko'payib ketdi. Kichkinagina bolasini haydatib, bir daqiqadan yan boshida o'zi o'tiradi. Bu mototsikllar uning uchun chiqqan emas. Bu mototsikllardan manfaat topish kerak. Uni prezidentimiz ko'plarga kredit berib ko'pdi. Shunday qaraysiz, masalan men borsam daraxt, yo'lning chetlari bo'yon, yantoqlar bosilib yotdi. Men aytaman bir mard kelib shuni o'rib mototsiklni yuklaganni biz qachon ko'ramiz aka? Uni ko'ramiz. Mototsiklni o'zi kundalik piyoda yurishdan foydalanib turibdi. Transport sifatida. Lekin bundan boshqa manfaatda foydalanish kerak. Qarang, shunda asan ular ves bo'ylamaydi, o'z bo'ylab ziyafat kirishdan bizlar ziyafat kiraversin. Lekin qishloq ayollarining boradigan joyi to'y. Masalan, ular ham bo'yanish kerak, o'zini ara berish kerak, krem surtish kerak. Ular to'yga borgan vaqtida ko'p odam bo'yanaver, bu hayotiy to'y. Hayotda nima qiladi? Bu barjag'ida to'y. Boshqa nere boradi qishloq ayollari. Barjag'a hozir chayxona o'tib ketdilar. Barjag'a bog'ata borib bilgancha eng ko'p Toshkentga borsa borib, bormasa bormay hayotda o'tib ketadi. Lekin shunday ayollar mehnat qilib yurgan ayollar bor. To'g'ri. Lekin ularni e'zozlash kerak. Biza shularni topish niyatimiz bor. Shu e'zozlabdi. Befarq emas hayotga harakat qilib turibdi. Lekin shunday oilalarning farzandlari ham aqllidir. U maktabga telefon olib bormaydi. Maktabga telefon olib bormaydi. Qaysilar kimdir yog'i kattaroq azdan mablag' topganlarning bolalari olib boradi. U bechora telefon uyinda yanasi qo'y bolam dedi. Sen mening telefonimni dedi, bu shuma ketadi. Endi shu savollar bizani hozir qariyalar nuronlarida qiynaydi deb aytsam-da. Rahmat. Sho'rlari chataq. Xudoyor Baltoyevich, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat. Ko'rsatuvimizning yana bir an'anasi bor. Ular bo'lsa, hurmatli teletomoshabinlarga o'zingizning tilaklaringiz. Bu sonunda tilagim men bir narsani aytmoqman-da. Sog'lik, omonlik tilayman. Uylarida tinchlik, totuvlik, bolalarning tarbiyasida bee'tibor bo'lmang. Sonunda aytadigan gapim, eshiging oldida bo'lsam daraxt deng deyman. Bu daraxt bu kislorod shu bersa, nega siz men eksangiz siz daraxtning suyida borib o'tirishim kerak, menda daraxt bo'lmasa, siz aytasiz. Shuning uchun har kimning o'z daraxtiga o'tirsin, shunda Xorazmimiz ko'kalam zor bo'ladi. Men shuni so'rab qolaman, Xorazmliklar daraxt eking va yana eking degan so'z bilan yakunlaymiz endi. Rahmat. Qadrli teletomoshabin do'stlar, biz bilan suhbatda Bog'ot tumani Nuroniylar jamg'armasi raisi Amonov Xudoyor Baltoyevich bo'ldilar. Sizga qimmatli vaqtingizni ayamasdan biz bilan suhbatda bo'lgani uchun yana bir bor rahmatlar aytamiz. Ishlaringiz barardan kelsin. Sizga ham katta rahmat. Shu Istiqbol televideniyasida hayotiy tajribaga ega bo'lgan, adolatli hayotni o'tkazgan, shuni qilib ko'rgan odamlarni taklif qilishingizni omad ijodiy muvaffaqiyatlar tilayman. Sog' omon bo'linglar. Qadrli teletomoshabin do'stlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni nihoyalaymiz. Keyingi jumagacha xayr, salomat bo'linglar.